Dasturimiz davom etadi. Aholi bandligini ta'minlashda har bir hudud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda istiqbolli loyihalarga qo'l urish yaxshi samara beradi. Masalan, bir mahalla bir mahsulot tamoyili mahsulotlarni yetishtirishni kengaytirish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Paxtakor tumanida boshlangan yana bir tashabbus haqida muxbirimiz xabar beradi. Paxtakor tumanining Bog'ishamol mahallasiga qarashli Qoramirza qishlog'ida 100 ta xo'jalik bo'lib, aholi asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanib keladi. Keyingi yillarda suv tarmoqlari eskirgani bois bu kichik qishloq ahli oqar suvdan deyarli uzilib qolgan edi. Natijada aksariyat xonadonlardagi keng tomorqalar qahrab qoldi. Nihoyat bu yil qishloqdan 8 kilometr uzoqlikdagi kanaldan alohida tarmoq tortilib, har bir tomorqaga suv yetkazib berildi. Mahalliy hokimlik ko'magida har bir xonadonga jami 100 ta issiqxona qurib beriladigan bo'ldi. Maqsad eksportbop mahsulot yetishtirish, aholini daromad topishga o'rgatish. Farhod Sultonov hokim yordamchisi ko'magida ajratilgan imtiyozli kredit asosida o'z tomorqasida tur sotiq maydonida issiqxona tashkil etdi. Yaqinda ekilgan bodring hademay hosil beradi. Bu bizning ilk daromadimiz bo'ladi, deydi u. 7 yil mobaynida berilyapti u parnigimiz. O'shani hozir mana bizlar 15 kun bo'ldi, masalan, men o'zim dehqonchilik qila olmadim. Mana 15 kunning ichida mana parnikni qurdim, qurib turib mana ekdim. Xudo xolasa mana bodringni ekib oldim. 45 kunda tayyor bo'ladi, sotuvga chiqaramiz. Bodringdan keyin qish mavsumiga zelen ekamiz. Erta bahorga pomidor yetishtiramiz. Maqsadimiz issiqxonadan daromad qilishimiz. 40 million, 50 million daromad qilaman deb o'tiribman. Issiqxonachilik qishloq aholisi uchun nisbatan yangilik. Shu bois qishloqchaga hududdagi lider tadbirkor biriktirilgan. Tadbirkor issiqxonani qurish, ko'chat yetkazib berish va mahsulot yetishtirishga ko'maklashadi. Hatto mahsulot tayyor bo'lganidan so'ng uni bozorni ham o'zi topib beradi. Bizda hozirgi kunda rejalarimizda asosan o'zimizga bozorimizga va eksportga yo'naltirish uchun asosan pomidor, shirin, bulg'or qalampiri mahsulotlarini yetishtirish maqsad qilganmiz. Sifatga e'tibor qilamiz. Birinchi o'rinda eksport talabi juda yuqori. Shu bois sifatga qaraydigan bo'lsak, eksport hajmini biz hozirgi kunda o'zimizdan yillik 30 tonna, 40 tonna eksport qilayotgan bo'lsa, shu narsani 10 baravarga oshirish niyat qilganmiz o'zimizning tumanimizdan. Aholini bilmini oshirish uchun hozirgi paytda ularni o'qitishni amalga oshiryapmiz. Bunda BMT FAO tashkiloti, oziq-ovqat tashkiloti ham bizga hamkorlik bilan ishlayapti. Bugungi kunda o'zimizda o'quv xonalarimiz mavjud. Hozirgi kunda chet davlatlardan ham agronomlar jalb qilingan, aholiga bepul o'qitish tizimini joriy qilganmiz hozirgi kunda issiqxonachilik bo'yicha. Kichik biznes uchun qulay hamda serdaromad sohani tanlash muhim. Tuman markazidagi Suvanobod mahallasida bu yil har bir oila tadbirkor dasturi doirasida ishlab chiqilgan 28 ta loyiha uchun jami 600 million so'm mablag' ajratildi. Natijada 56 ta ish o'rni yaratishga erishilgan. Mahallada shuningdek qo'ziqorinchilik, bedanachilik, issiqxonachilik yo'nalishlari ham rivojlanmoqda. Chorvachilik bilan shug'ullanuvchi oilalar ham ko'plab topiladi. Endi sohani rivojlantirish istagidagi tashabbuskorlar uchun naslli chorva yo'nalishida ishlab chiqilgan 150 ta loyiha uchun tuman hokimligi tomonidan 15 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Ana shunday loyihalardan 10 tasi mazkur mahalla hududidan o'tuvchi kanal bo'yida amalga oshiriladi. Prezidentimizning 35-sonli qaroriga asosan mana shu tumanimizda kanal yoqasida 150 ta lot qo'yilgan chorvachilik qilish maqsadida va o'sha 150 ta lotni hozirgi kunda fuqarolarimiz yutib chorvachilik kompleksini qurish ishlari jadal davom etmoqda. Shu maqsadda mening ham mahallamdan 50 ga yaqin fuqarom hozirgi kunda o'yinga ishtirok etib, yutib 10 ta loyihada qurilish ishlari boshlandi. Har bir lotimizni 12 sotikdan hisoblanadi. 150 ta lot qo'yilgan. Loyihalarimiz ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Zamonaviy kompleks hisoblanadi. Bunda hamma sharoiti bor. Hozirgi kunda 1 milliard berildi. Yana hozir 4 milliard pulimiz 1-2 kunda ochiladi. Bu degani yana 40 ta oilaga va 100 million so'mdan pul ajratilib, driver sohani rivojlantirish uchun qilinyapti. Hozirgi kunda mahallamda 10 ta fuqaroga berib, 30 ta naslli chorva mollar olib kelindi. Hozir yana 80 bosh mol chorva mollarini olib kelish ko'zda tutilgan hozir. Mazkur naslli chorva loyihasi amalga oshirilishi natijasida 150 ta kichik kompleksda jami 450 bosh chorva boqish imkoniyati yaratiladi.